Assalomu alaykum parrandash quvozlari, kanalimiz a'zolari. Xudo xolasa 100 kunlik bo'ldi jo'jalarimiz. Ko'rishlaring mumkin. Har xil nima bersangiz yuradi. Uydan chiqqan qo'choqlarmi, dommi, dummi, xohlagan narsangizni yeydi xudo xolasa. Andijon qora jo'jalari. Bularni ozgina tanishtirib o'taman. Kimdir biladi, kimdir bilmaydi. Andijon qora jo'jalari. Hop, 4,5 oydan 6 oygacha tuxumga kiradi. Chunki u 4,5-6 oy deganimiz qarashingizga bog'liq. Yaxshi qarasangiz, vitamin, minerallarni vaqtida bersangiz 4,5 oyga albatta kiradi. Bo'lmasa, oddiy sharoitda qarasangiz 6 oyga tuxumga kiradi. Yiliga 250 tadan 270 ta tuxum beradi. Makyonlari 2 kilogacha, xo'rozlari 3,5 kilogacha go'sht qiladi. Xo'sh do'stlar, manzilimiz Qashqadaryo viloyati Yakkabog' tumanidanmiz. 200 dona bor. Kimga kerak bo'lsa 100 kunlik. Bu degani 3 oy 10 kunlik degani. Mana ajoyib jo'jalar. Hammasi standart yirik emas, albatta ichida bor. Mana bunaqa kichkinalari ham bor. Endi ko'p emas, ichida chiqsa deydi bir 10 yoki 15 dona shunaqa kichkinlar chiqadi. Qolgan hammasi bir xil standartdagi yirik jo'jalar. Hech qanaqa kasallik degan narsa bo'lmaydi endi o'sha bularga, xudo xolasa. Chunki bular hamma kasalliklardan o'tib, vaksinalarni olib bo'ldi. Mana shunday chiroyli yirik jo'jalar kimga kerak bo'lsa, bemalol pastdagi nomerlarga aloqa chiqarasizlar. Manzilimizni yana bir marta eslatib o'taman. Qashqadaryo viloyati Yakkabog' tumanidamiz. 12 ta viloyatga dastavkamiz bor do'stlar. Dastavkalarimiz albatta pullik bo'ladi. Xudo xolasa bular yana 2 oy uzog'i 2 oyda tuxumga kirib qoladi hammasi. Maza qilib tuxumlarni uyda damashni qilib yeyishlaring ham mumkin. Xohlasalaring tuxum yo'nalishida biznes qilib sotishlaring ham mumkin. Xohlasalaring bularni tuxumlardan o'zlaring jo'ja qilib ochirib sotsalaring ham bitta biznes bo'ladi. Kimga shunaqa tayyor biznes bo'lgan jo'jalar kerak bo'lsa, aloqaga chiqarasizlar. Yo'lida ham bor. Keyin mana bunaqa adler xo'rozlarimizdan bor, 20 dona bor. Kimga kerak bo'lsa bularni ham sotamiz. 120 ming so'mdan qichqiriqqa kirgan yirik xo'rozlar. 7-8 oylik bo'lib qoldi bular ham. Adlerskiy xo'rozlarimiz. Makyonlaridan yo'q do'stlar. Pulini narxiga keladigan bo'lsak, 75 ming so'mdan do'stlar. Narxlari 75 ming so'm. Kimga qancha kerak bo'lsa, bemalol chiqib olib qolishlaring mumkin. Hammaga rahmat. Like, podpiskani bosib qo'yinglar do'stlar. Kanalimizga yangiliklar chiqsa, albatta sizlar bilan ulashamiz. Rahmat hammaga.